Murad Buildings Nest One'ni buzib tashlashligi mumkinmi? Ibodatlarni qilib, keyin qilgan ibodatlarini yo'qqa chiqaradigan kimsalarga Qur'onda bir misol aytilgan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. O'zi to'qigan narsasini pishiq, puxta qilganidan so'ng to'qiganini buzib, chuvatib tashlagan ayolga o'xshab qolmanglar. Mufassirlar oyat tafsirida aytishgan, Makkada bir telba xotin bo'lgan. U kun bo'yi turli narsalarni to'qib, kechga yaqin to'qigan narsalarini buzib, iplarini chuvatib tashlar ekan. Bu oyatda ahdu vafosini buzadigan, Allohning nomiga qasam ichib, qasamini buzadigan kimsalar o'sha telba ayolga o'xshatilgan. Xuddi shuningdek, solih amallar qilib, keyin qilgan amallarini botil qiladigan kimsalar ham oyatda zikr qilingan telba ayolga o'xshatilishini bir qancha ulamolar aytishgan. Ramazon ro'zasi eng buyuk ibodatlardan, balkim barcha musulmonlar uchun namozdan keyingi eng katta farz amal. Bir oy ro'za tutgandan keyin gunoh ma'siyatlarga qaytib ketish xuddi bir oylik mana shu buyuk ibodatni yo'q qilib tashlaganga o'xshaydi. Bu tushunarli bo'lishi uchun bir misol aytaman. Hozir o'zbeklar qurgan eng baland bino qaysi bino? Ha, Nest One binosi. Faraz qiling, Murad Buildings kompaniyasi Nest One'ni qurib, butkazib, hammasini tayyor qilganidan keyin bir chekkadan buzib tashlasa, inson shuni tasavvur qila oladimi? Yo'q, albatta. Ramazon ro'zasini qabul bo'lishini xohlagan inson ham ro'zadan keyin gunoh ma'siyatlariga qaytib ketishini, 5 vaqt namozga beparvo bo'lishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Nest One'ni misol qilib keltirganimizga Murod Nazarov rozi bo'ladilar degan umiddaman. Chunki o'zbeklar qurgan Nest One'dan balandroq bino yo'q ekan.